C# haqidagi darsimiz davomlashyapti. Navbat so'zlamoqchi bo'lgan darsimiz ko'p ishlanadigan kontrollarning 5-si. Label va ulanish labeli. Endi bu yerdagi label degan atalg'u uyg'urchada muvofiq gap topolmadim. Shuning uchun aspeti aptida muvofiq gap topilganda shu bo'yicha ishlasak bo'ldi. Endi bu label deganimiz programmada ko'rinma yuzlarda ma'lum tekstni ko'rsatishga, ya'ni izohat uchurlarini ko'rsatishga ishlatilgan bir kontrol. Buning faqat tekst ko'rsatishni iboratlan roli bor. Buning tekstini biroz tahlil qilolmaydi. Boshqa kontrollarga yondashtirib ishlatilgan kontrol. Masalan, bu yerda bir tizim tip kiradigan ko'znak bor desak, bu yerga biz text box va knopka deganlarni ishlatamiz. Hamda biz shu text box'ninki nima text box ekanligini bildirish uchun ishlatgichlarga buningki yeniga, yana oldiga buning kirgizadigan uchurni eskartib qo'yamiz. Masalan, ismingizni kirgizing, parolingizni kirgizing demoqchi bo'lsak, ismingiz, parolingiz deganga o'xshash. Label deganimiz shu kontrol shu. Bu kontrolda boshqa alohida ishlatish yo'q. Faqat biz ko'znakka qo'yib, buningki ismini yozib, muvofiq o'ringa to'g'ri saqlab bo'ldi. Ondan ikkinchi bir buningki o'xshab ketadigan kontrol ulanish labeli. Hamda buningki farqi labeldan. Buningki xati ulanishga o'xshash, ya'ni torbatlardagi ulanishga o'xshash ko'rinadi, ostida bir siziq chiqadi. Buning boshqa farqi yo'q. Hamda biz programmaga ba'zi ulanishlarni qo'shmoqchi bo'lsak, ya'ni shu link labelni ishlatsak bo'ldi. Buni bosgandan keyin tor bekatga ulanadigan qilsak bo'ldi. Hamda biz label bilan link labelga amaliy misol ko'raylik. Visual Studio'ni qo'zg'atdik. Yangi project quraylik. Yangi project qurdik. Label tartibga keldik. Buningki tekstga ma'lum ismni qo'ysak bo'ldi. Masalan, parol. Buning xat nusxasini o'zgartiraylik. Biz hozir buni xat nusxasini uyg'urcha qilib o'zgartdik. Buning keyiniga men ishga chikit qo'ygan, lekin bu xatninki oldiga o'tib oldi. Buni o'zgartirish uchun biz right to left'ni qo'llaydigan qilsak bo'ldi. Ya'ni bu kontrolning right to left qasdiqni yes qilsak bo'ldi. Hamda biz bu yerga xohlagan boshqa kontrollarni qo'yib ishlatamiz. Masalan, text box bu yerga parolingizni kirgizing deganga o'xshash. Buning faqat mushiklarni bilib olsaqlar bo'ldi, boshqa alohida ishlatilishi yo'q. Link labelni ko'rib boqaylik. Link label qurildi. Bu label bilan asosiyatini o'xshash, faqat ko'rinish o'xshamaydi. Buning tekstiga biz xohlagan so'zni yozsak bo'ldi. Masalan, Uyg'ur yumshoq detal ijodiyatori tajribaxonasi. Buning bir qancha qasqini tashlaylik. Masalan, xat nusxasi. El-Katib Tor. Buningki name xasligi link label lab.
buningki ko'rinishi butunlay o'xshash. Endi biz buni bu ulanish labeli bo'lgandan keyin buningki bir adresni ulashimiz kerak. Endi buni bosgandan keyin bir tor bekatini ko'rsatmoqchi bo'lsak, buning uchun biz bir kod yozamiz. Biz buningki link kelkit degan hodisasiga kod yozsak bo'ldi. Qo'sh chekdim. Bir adresni aytish uchun biz odatda system diagnostic process start buning tirnoq ichiga parametr qilib turbatning adresini bersak bo'ldi. Masalan, http lab uyg'ur.dev.net bu adresni berdim. Hamda biz buni ijro qilib ko'raylik. Ijro bo'ldi. Hamda men bu link labelni bassam, Internet Explorer qo'zg'alib, biz kod yozgan tor bekat ishladi. Knopkani bosdim. Mana biz bekitgan adres erishildi. Internet Explorer'da xatolik chiqdi. Link labelning ishlatilishi shunday bo'ldi. Shuning bilan link label va label to'g'risidagi mazmunimiz tugadi.